Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akmal akajon sizmisiz? Aman. Akajon yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Kun xayrli bo'lsin. Salomat. Joningiz sog' bo'lsin. Avvalo sizni Alloh rasulimizga ummat qilib yaratgan, hayotingizga yana bir shukrlik kun qo'shilgan bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz akajon. Rahmat. Alloh umringizni barakatli, iymoningizni mustahkam qilsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Uzr bezovta qildim. Ayni daqiqalarda ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bizning loyihamizga siz uchun samimiy tilaklarga boy bo'lgan tug'ilgan kun tabriknomasi yetib kelibdi. Taxmin qilib ko'rasizmi akajon, ushbu chiroyli dil izhorlarini qaysi mehriboningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Onam. Yana mehribonlaringiz orasidan bir taxmin qilib ko'ring-chi. Qizim. Albatta. Sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz Asadbek, Asalxon va jiyanlaringiz Samirbek, Umurbek nomlaridan chiroyli dil izhorlari kelibdi. Ijozat bersangiz o'qib eshittirsam maylimi akajon? Mayli. Minnatdorman. Ko'cha-kuyda eng zo'ri edim. Cho'ntagim bo'sh qolmagan dada, davringizda o'ynab kulganman. Sizga oson bo'lmagan dada, eskirmagan usti boshim ham. Uzoq yurgan mendan dardu g'am, katta bo'ldim sira ko'rmaykam. Sizga oson bo'lmagan dada, pul topishni sira o'ylamay, yurganmanda tashvishni bilmay, qora mehnat qilgansiz tinmay. Sizga oson bo'lmagan dada, ne istasak topib kelgansiz. Bizni juda yaxshi ko'rgansiz, dardlaringiz ichga yutgansiz. Sizga oson bo'lmagan dada, yorug' qilay endi yuzingiz. Ikki qilmay aslo so'zingiz, katta bo'lib bildim qadringiz. Sizga oson bo'lmagan dada. Avvalambor assalom alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan qiblagohim otajonim. Bugun sizga aytilayotgan bu so'zlar shunchaki tabrik emas. Bu yuragimda yillar davomida yig'ilib kelgan minnatdorchilikning ovozidir. Bu kechalari ichimda jim yig'lagan farzandning iqroridir. Dadajonim, siz biz uchun tog' bo'ldingiz. Yiqilib ketmasligimiz uchun doim oldimizda turdingiz. O'zingiz charchab turgan bo'lsangiz ham bizni ko'rib kuldingiz. Sizning ko'zlaringizda qancha tashvish, qancha jim dard bo'lganini endi tushunyapman. Ba'zan sizni jim sovuqqina deb o'ylardik. Aslida esa siz yuragingizda butun oilani ko'tarib yurgansiz. Biz och qolmaylik deb siz o'zingizni unutgansiz. Biz uyquda bo'lgan paytimizda siz ertangi kunimizni o'ylab bedor bo'lgansiz dadajon. Onajonim, siz esa bizning duoyimiz edingiz. Siz bo'lmasangiz bu uy issiq bo'lmasdi. Sizning qo'llaringizda shifo bor. Bir marta voy bolam degan ovozingizni butun dardimizni unutardik. Onajonim, siz yig'lamaslik uchun necha marta yuzingizni o'girib olgansiz. Biz ko'rmasin deb ko'z yoshingizni yutgansiz. Sizning yuragingizda qancha sabr, qancha duo borligini faqat ona yuragi ko'tara oladi. Mehribonlarim, biz bolaligimizda sizlarning qilganlaringizni oddiy deb bilgandik. Bugun esa shuni bilamizki, bu oddiylik emas ekan. Bu o'zini unutib farzandi uchun, oilasi uchun yashash ekan. Agar bugun biz oyoqqa turgan bo'lsak, bu sizlarning belingiz bukilib ishlaganingiz sabab. Agar bugun biz gapira olayotgan bo'lsak, bu sizlarning o'rgatgan duolaringiz sababdir. Agar bugun bizga orzu bo'lsa, bu sizlarning bizga ishonganingizdir. Biz ba'zan qadringizni kech tushundik dadajon. Ba'zan siz borligingizni tabiiy deb qabul qildik.
Lekin bilinglar, yuragimizda sizlarga bo'lgan muhabbat har kuni ortib boryapti. Mehribonlarim, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Buni har doim ayta olmasak ham, har doim his qilamiz. Bizning eng katta niyatimiz sizlarni hajga olib borishdir. Sizlarni Ka'ba oldida qo'l ochib turganingizni ko'rish, sizlarning og'zingizdan biz uchun qilinadigan duolarni eshitishdir. Chunki sizlarning har bir duoingiz bizning hayotimizni o'zgartiradi, jannatlarim. Alloh sizlarga uzoq umr bersin. Bizga hali ham kerak bo'linglar. Biz sizlarni suyab, xizmat qilib, rozi qilib yashamoqchimiz. Agar jannat degan joy bo'lsa, u sizlarning oyog'ingiz ostidadir, dadajon. Agar duo degan ne'mat bo'lsa, u sizlarning tilingizdadir. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar bor ekansizlar, biz yetim emasmiz. Sizlar bor ekansizlar, biz juda ham baxtlimiz. Borlaringizga ming shukrlar bo'lsin, jannatlarim. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, dadajon. Poyingizga qo'yay boshimni. Mening toju taxtim sizda-da, ulg'aytirib omon yoshimni. Bu dunyoda baxtim sizda-da, hayotimning naqshi o'zingiz. Barchamizdan yaxshi o'zingiz, farmon bilay aytar so'zingiz. Bu dunyoda baxtim sizda-da, soyangizda davrimni suray. Izingizdan mardona yuray, mehringizdan bir saroy quray. Bu dunyoda baxtim sizda-da, suyanganim ketmas davlatim. Siz qiblagoh onam jannatim, g'animatim to'kin savlatim. Bu dunyoda baxtim sizda-da, bardam bo'lib olib nasihat. Shafqatingiz hamki beminnat, umringizni bezagan mehnat. Bu dunyoda baxtim sizda-da, jo'shar bugun tomirda qonim. Siz-ku mening po'lat qalqonim, duo qiling ey mehribonim. Bu dunyoda baxtim sizda-da deya o'zlarini chiroyli dil izhorlarini yo'llabdilar akajon. Qabul qilib olasiz. Sizni ham ularga aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat, suhbatimiz yozib borilmoqda. Rahmat. Bakaram sog' bo'lsin bo'ldi. Ilohim akajon, aytganingiz kelsin. Biz ham loyihamiz orqali sizni bugungi shukronalik kunlaringiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Hayot yo'lingiz doimo yorug' bo'lsin. Qalbingizda xotirjamlik, atrofingizda esa samimiy insonlar ko'p bo'lsin. Bugungi kun siz uchun yangi maqsadlar, ezgu niyatlar va katta muvaffaqiyatlarga boshlovchi bosqich bo'lishini tilayman. Sog'lik va baxt baraka doimo hamrohingiz bo'lsin akajon. Rahmat, tabriklayman. Bakaram sog' bo'lsin. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Xushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman
uchun bugun sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Sog'omon bo'linglar, rohatim ko'ringlar, meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz, siz sabab shu kunga keldi-da o'g'lingiz. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz